58 yoshli akamiz vafot etgan, lekin qarindosh urug'ini topa olmayapmiz. Hozir biz surati bilan nomi familiyasigacha aytamiz. Agar bironta tanish bilishlar bo'lsa, shu akamizni aloqaga chiqsin bizga. Biz jo'natib beramiz. Pasport suratigacha bor. Даже ruski bo'lsa ham shu uyda yashagan ayol bizga suratini tashlayapti. Pasportini Bansada vafot etdi, hech kim yo'q, qayerga jo'natishni bilmayman deydi. Akalar opalar, iltimos qilaman, mana suratda ko'ryapsizlar, mana shu odamni. Hozir nomi familiyasigacha o'qib beraman. Hamroyev Abdulvohid Qodirovich 29-dekabr 1967-yil Namangan viloyatida tug'ilgan. Namangan viloyati pasportiga yozilgan, lekin Namangan viloyatining qaysi tumani, qaysi qishlog'i yozilmaganda, qizil pasport, zagran pasport. Tarqataylik, like bosib, kommentariy yozib tarqatib o'raylik. 10 ta tanishlaringga tashab qo'yinglar xatiyabı. Zo'raki shu odamni tanigan bilganlar bo'lsa. Bu akamiz Samara oblastida